Ko'pchilik o'zini nomiga o'sha moshenniklar tomonidan, firibgarlar tomonidan kreditlar rasmiylashtirishdan juda qo'rqadi. Lekin moshenniklar ham rivojlanib boryapti, amallab bir narsalar qilib rasmiylashtirib olishyapti. Bu narsaga osongina cheklov qo'yish, rasman, ya'ni rasmiy cheklov qo'yish tartibini sizga tushuntiraman. Videoni diqqat bilan kuzatib oling. Demak, do'stlar, MyGo ga kiramiz, OneID orqali yoki elektron kalit orqali kirgandan keyin mana kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yish yoki taqiqni olib tashlash degan funksiyaga bosib turib, mana shu yerga ariza yuborishni bosamizda va bir zumda o'sha sizning nomingizga любой odam tomonidan kredit rasmiylashtirish, даже o'zingiz ham u bilmagan holatda kredit rasmiylashtiraman desangiz, taqiq bo'ladi, rasmiylashtirish imkoniyati bo'lmaydi. Birorta bank yoki birorta tashkilot sizga kredit bermaydi, faqat taqiq yechilmaguncha. Ertaga o'zingiz kredit olmoqchi bo'lsangiz, shu taqiqni yechib turib, kreditni rasmiylashtirib, yana qayta taqiq qo'yib qo'yasiz. Va bu funksiyadan foydalanish mutlaqo bepul. Shuning uchun do'stlar, moshenniklardan ogoh bo'linglarda, mana shu cheklovlarni qo'yinglarda, hech kim sizlar nomlaringga asossiz kreditlarni rasmiylashtirmasin. Mana shu videoni barcha tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar, o'zini ehtiyot chorasini hammasi ko'rsin. Sog' bo'linglar, Sherlock yo'lda kuzatishda davom eting.